voy seni men kelganing bilan yaxshi bo'pti. Qaynang yaxshi ko'rar ekan. Bosh ustiga keldi. Qani onasi? Qani? Ol sen. Xush kelibsiz. Qani oching. Bismillah. Oling, osh bo'lsin, oling. Bir ham qo'ling shirindan. Osh bo'lsin. Oling, opa, oling. Olyapman. Tishdingmi sen? Nima bo'lyapti? Tishdingmi? Yo osh yo'qmaydimi? Yo'q aka, nega yoqmaydi? Unda Yaxshi. yedi. Kayfiyating yo'q. Birta muammo bo'ldimi? Nimadir bo'ldimi? Yo eringni urishdingmi? Yo'q aka, urushmadik. Nega urushamiz? Nima kayfiyating yo'q? Haligi aka, bilasiz, turmush o'rtog'im va aka-ukalari ko'pchilik bo'lib bitta hovlida turamiz hammamiz. Shunga kuyovingiz bilan ozroq yaqin pulimiz bor edi. Bir xonali dom bo'lsa ham olib chiqib ketaylik deyotgandek. Yaxshi-ku. Shunga ozroq pul yetmayotgandi. Hozir sizda vaziyatingiz qanaqa? 2000 berib turasizlarmi deb. Seni bilasan, menda bo'lsa sendan jonim demayapti. Lekin hozir ozgina ishlarim yurishmay turibdi. Uy ham birga bo'la ol, bir bola qilarimizda. Beramiz. O'sha 2000 ni beramiz. Beramiz-a, dadasi? O'zingizni singlingiz begona emas har holda. Oling, oshga qarang, beramiz opajon. Oling. Qani? Oling. Oching. Sen yeb tur-a? Oling. Tinchlik. Tur. Hozir-a? Yeb turing opajon, hozir. Xo'p. Bekor aytdim-da. Urush boshmasa bo'ldi. Opajon, bizda ham hozir 2000 chiqmas ekanda. Voy, nega xijolat bo'lasiz? Mayli, o'zim ham men xijolatda so'radim. Bo'lmasa jon deb berardik, opajon. Uzr endi. Mayli, opa. Ne xijolat bo'lasiz? Shunaqa vaziyat ham bo'lib turadi. Endi biz ham to'g'ri tushun. Biz senga 2000 dollar bera olmasak ham er xotin yaxshi niyat topib qo'ygan. 2 xonali domni kaltini bersam maylimi? Aka, Hozir yig'lasang uraman. Yig'lasang uraman aytib qo'y. Ol. aka. Ol, iltimos. Ol. Iltimos. Hazillashyapsizmi aka? Ol. Meni kechir Zina. Rahmat aka. Senga nima xizmat bo'lsa, doim tayyorman. O'zimni jigar. Yaxshi ham borsiz aka, rahmat. Men nozonni kechir. Seni bitta duo qil. Aka, Seni yoshlikdagi menga qilgan duolaring ijobat bo'ladi, bilasanmi? Bitta duo qil. Qani? Duo bilamiding? Ilohim mana shu uylarda ering bilan qo'sha qilib farzandlaringni baxt kamol ko'rib yururgin. Doim aka deb kelganda men labbay deb seni qarshi olayman. Kelishdingmi? Allohu akbar. Bo'ldimi endi? bo'ldi. Menga qovog'ing solmagan. Qani endi osh yersan? Endi bizni yangi uyda mehmonga chaqirasiz. Oling. Ol. Endi osh deng. Ol. Sen mendan berusa nima gapiryapsan? Yo senga rahming kelib qoldimi? Zo'rg'a pul topayotgan bo'lsam, yana aralashasan? Dadasi, bundan 10 yil orqaga qayting. Tuhmat bilan qamalib ketganingizda eng yaqin ishongan do'stlarim deganingiz birortasi yoningizda turmagan. Shu bitta singlingiz eridan yashirib bor budini, bor tillasini sotgan. Sizni chiqishingiz uchun qilgan hammasini. Bitta akam menga kerak.
yonimda yursin deb qo'ygan. Kerak bo'lsa, shu singlingiz uchun yashab turgan uyingizni berib yuborsangiz ham arziydi. O'zingiz bilasiz. Yurak to'la dardlarim ketkizganga shukr. Kecha o'tib bugunga yetkizganga shukr. Rizqim sochib yo'limga, tomchi tomgan ko'limga, ol qo'lim deb qo'limga tutqizganga shukr. Rizqim sochib yo'limga, tomchi tomgan ko'limga, ol qo'lim deb qo'limga tutqizganga